Qanday qilib klinika loyihamizda 4 oy ichida reklama xarajatlarini 52% ga kamaytirib, reklama orqali keladigan daromadni 10 baravarga oshirdik. Assalomu alaykum. Ismim Aziz, Obses marketing agentligi asoschisi va rahbariman. Bugun siz bilan klinika yo'nalishidagi loyihalarimizdan biriga 4 oy ichida nima natijalarni qildik, A nuqtasi qanaqa edi va B nuqtasi qanaqa bo'ldi, aniq raqamladi va bu raqamlarga erishish uchun qilgan ishlarimizni to'liq va batafsil yoritib beraman. Agar mabodo meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, ismim Aziz, Obses marketing agentligi asoschisi va rahbariman. Obses marketing agentligi oxirgi 6 yildan beri O'zbekiston bozorida 200 dan oshiq loyihalar marketingi bilan muvaffaqiyatli shug'ullanib kelyapti. Natijalarimizni raqamda aytadigan bo'lsak, oxirgi 1 yil ichida loyihalarimizga har oy to'xtovsiz 500 ming dollardan oshiq sotuvlarni olib kelganmiz. Va undan tashqari loyihalarimizga har oy reklamaga 50 ming dollardan oshiq pul sarflaymiz. Bu nima degani? Buncha pul sarflaganingizdan keyin qaysi loyihaga qanaqa reklama qiladigan bo'lsangiz, qanaqa marketing usullaridan foydalanadigan bo'lsangiz, qanaqa natija kelishi haqida biza aniq tasavvurga ega biza. Chunki biza siz tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan juda ham ko'p usullarni testdan o'tkazganmiz, juda ham ko'p usullarni sinab ko'rganmiz va qanaqa natija berishini yaxshi bilamiz. Shuning uchun ham mijozlarimiz bizaga ishonib topshirganda loyihani biza ularni loyihasiga reklamaga pul sarflayotganimizda eng yaxshi reklama strategiyalarini foydalanishimizga ishonch hosil qilamiz. Va bugun siz bilan loyihalarimizdan biri bo'lgan Hilolmed klinikasi marketingidagi natijalarni ko'rib chiqamiz. Hozir siz ekranda biza loyihani birinchi olganimizda ularni marketingdagi eng muhim raqamlari qanaqa bo'lgan va biza 4 oy davomida ishlaganimizdan keyin qanaqaga o'zgargani haqida ma'lumotlarni ko'rib turibsiz. Keling bularni tahlil qilamiz. Birinchi o'rinda sotuv bo'lishi uchun juda ham ko'pchilik aytadi, marketingning asosiy vazifasi nima degan savollar beradi. Men sizga bitta eng muhim vazifasini aytaman. Marketingning eng muhim vazifasi bu sizga sotib olishga tayyor bo'lgan sifatli lidlarni olib kelish. Qolgan hamma narsa chalg'ituvchi narsalar va juda ham qisqa muddatda sizga sotib olib kelmaydi. O'sha uchun ham biz eng birinchi bo'lib e'tibor beradigan narsa, biz qaysidir loyihani olganimizdan keyin birinchi bo'lib ularni sotuvlarini oshirishimiz kerak va sotuvlarni oshirish uchun birinchi eng muhim qadam bu sifatli murojaatlarni, ya'ni sifatli zaявкалар deysizmi, murojaat deysizmi, lead deysizmi, hammasi bitta so'zni turli xil ma'nolari. O'sha murojaatlarni sonini oshirishga diqqat qaratamiz. Loyihani olgan vaqtimizda lidlarning sifati 25% bo'lgan. Tushunishingiz uchun aytaman, 100 ta odam reklamani ko'rib, zaявка qoldirgan bo'lsa, undan faqatgina 25 tasiga sotish mumkin. Bu degani 25 ta sotuv bo'ladi degani emas. 25 tasiga sotishingiz mumkin. Ya'ni ular rostdan o'zi qiziqish bildirib qoldirgan, rostdan telefon raqami to'g'ri, rostdan klinikani xizmatlaridan foydalana oladigan auditoriya bor yo'g'i 25% bo'lgan. Bu degani reklama uchun sarflanayotgan qolgan 75 ta lead uchun sarflanayotgan byudjet havoga sovurilyapti degani. Va 4 oylik qilingan ishlar natijasida hozirgi kunda lead sifati 75% ni tashkil qiladi. Lead sifati 25% dan 75% ga o'sgani nimani anglatadi? Bunda siz reklamaga sarflayotgan pulingizni oshirmasdan turib, reklama natijalarini shunchaki 3 baravarga oshirganingizni anglatadi. Bizdagi eng birinchi bo'lib urg'u qaratgan joyimiz mana shu nuqtasi bo'ldi. Undan tashqari biza hech qachon to'g'ridan to'g'ri lead narxlariga fokusimizni qaratmaymiz. Ko'pchilik biznes egalari marketing jamoalarini natijasini baholayotganda bor diqqatini qaratadigan joyi bu leadlarning narxi. Nech puldan lead olib keldinglar? Aytaylik, $1 dan olib kelsa, shuni $1 dan arzonga olib kela olasizlarmi degan savollarni beradi. Lekin bu siz e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan eng noto'g'ri joylardan bittasi. Siz lead narxiga emas, balki bitta mijoz narxi sizga nech pulga tushganiga bor diqqatingizni qaratishingiz kerak. Juda ham ko'p shunaqa holat bo'ladi. Lead narxlari arzon bo'ladi, lekin bu arzon leadlardan sotuv bo'lmaydi. O'sha uchun ham siz lead narxlari qimmat bo'lsa ham sizga yakunida ko'proq sotuv kerak. Va natijada lead narxlari arzon bo'lgandan kam sotuv bo'lsa, lead narxlari qimmatroq bo'lsa, undan ko'p sotuv bo'lsa, umumiy olganda siz mijoz narxidan yutasiz. Ya'ni bitta mijoz narxi sizga arzonga tushadi. Undan tashqari siz vaqtingizni, pulingizni yo'qotmaysiz. Mijozlar siz kutgan sonda bo'ladi. Shuning uchun ham mijoz narxiga e'tibor beramiz. Mijoz narxi bizga kelganimizda $50 edi. Mijoz narxining ichiga reklama xarajatlari, marketing jamoa xarajatlari va sotuv bo'limi xarajatlari kiradi. Shuni hisoblaganimizda $50 bitta mijoz narxi kelayotgan bo'lsa, hozirgi kunda
mana ayni o'sha 4-oyimizni yakuniy xulosasiga ko'ra hozirgi kunda mijoz narxi $24 ni tashkil qiladi. Sotuvchilarning konversiyasi 5% bo'lgan. Ya'ni sotuvchilar kelgan murojaatlardan bor yo'g'i 5% ginasini sotuvga aylantira olgan va hozirgi kunda bu raqam 20% tashkil qiladi. Nimadan kelib chiqib bunaqa bo'lishi mumkin deydigan bo'lsangiz, lidlarni sifati oshganini hisobiga va lidlarni shunchaki sifatli bo'lishidan tashqari, ular sifatli bo'lishi nima degani desa, sizni kriteriyalaringizga to'g'ri keladi. Aytaylik, Toshkentda kelib davolana oladi, Toshkentda klinikaga kela oladi, qiziqadi, telefonni o'zi qoldirgan va hokazo narsalar bu sifatli lid deyiladi. Lekin sifatli liddan tashqari yana bitta metrika bor. Bu lidlarning harorati deyiladi. Bu nima degani? Ikkita sifatli lid keldi. Bittasi rostdan sizning klientingiz bo'la oladi. Ikkinchisi ham rostdan sizning klientingiz bo'la oladi, lekin ikkinchisi ko'proq xohlaydi, ko'proq qiziqishi bor. Ya'ni boshqalarga nisbatan sizdan sotib olishga rostdan qiziqishi bor. Birinchisi shunchaki qiziqish bildirgan, lekin u sizdan emas, boshqa odamdan ham sotib olishi mumkin. Sizda bir qanaqadir bir unikal narsa ko'rmagan, xohishi yetarli darajada, harorati yetarli darajada ko'tarilmagan. Va bizning lead generatsiya tizimimiz orqali nafaqat lead sifati 3 baravarga ko'paygan, balki leadlarning harorati, ya'ni sotib olish istagi ko'payganini hisobiga ham sotuv bo'limining konversiyasi o'sha sotuvchilar o'sha tizimda ishlasa ham sotuv bo'limining konversiyasi 5% dan 20% ga ko'tarilgan. Xo'p, keyingi eng muhim raqamlar sotuvlarni ikkita yo'nalishda biz o'lchaymiz klinikada. Ya'ni statsionar bemorlar va konsultatsiyaga kelgan bemorlar. Statsionar bemorlar nima degani? Statsionar bemorlar bu klinikaga kelib, yotib, bir hafta 10 kun davomida yotib davolanadigan bemorlar hisoblanadi. Konsultatsiyaga keladigan bemorlar esa shunchaki keladi, konsultatsiya uchun yoziladi, konsultatsiya to'lovini qilib, doktorning ko'rigiga kiradi va o'ziga qiziqtirgan savollarini berib yoki doktor maslahatlarini olib chiqib ketadi. Bunaqa mijozlarni biz konsultatsiyaga keladigan patsientlar deb nomlaymiz. Biz ish boshlagan vaqtimizda ayni mana shu 7 kun 10 kun davomida yotib davolanadigan bemorlarni soni aniq bo'lmagan. Bu nima degani? Marketingda hali yetarlicha raqamlar shakllanmagan degani. Marketing qilinyapti, sotuv bo'limi ishlayapti, lekin ayni shu marketingga sarflangan puldan nechta sotuv bo'ldi degan raqam yo'q bo'lgan. Shunchaki kelayotgan bemorlarning soni marketingdan bo'lishi ham mumkin. Eski mijozlardan ham bo'lishi mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri kimdir tavsiyasi bilan kelib sotib olgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni aynan marketing kanali orqali keladigan statsionar bemorlarning soni ma'lum bo'lmagan. Konsultatsiyaga marketing orqali keladigan bemorlar esa biz ish boshlagan vaqtimizda kuniga 3-4 tani tashkil qilgan va bizning mana shu 4 oylik marketing harakatlarimiz natijasida biznes egasi xohlaganlaridek patsientlarning kelishi kunlik 10 tadan oshdi. Va statsionar, ya'ni yotib davolanadigan bemorlarning soni 1 oyda 58 tagacha yetdi. Bu klinika uchun nimani anglatadi deydigan bo'lsak, bu marketing orqali klinikaga 1 oyda 300 dan oshiq patsientlar jalb qilindi degani. Va brend taniqliligini oshiradigan eng muhim metrikalardan bittasi bu content marketing instrumenti bilan qilinadi. Ya'ni Instagramdagi obunachilar soni qanchaga o'sgani bu brendini qanchalik tanilib borayotganini anglatadi. Biz ish boshlagan vaqtimizda Hilolmed Instagram sahifasida 60 mingta obunachi bor edi va 4 oylik marketing harakatlari natijasida 22.700 ta yangi obunachi qo'shildi. Bu degani har oy klinika sahifasiga 5 mingtadan oshiq maqsadli obunachilar qo'shilib boryapti. Biza marketingda yangi loyiha olgan vaqtimizda uni natijaga chiqarish uchun o'zimizni sinalgan, ya'ni mijozlarni magnitdek jalb qiluvchi marketing tizimimiz mavjud bo'ladi. Va biz har bitta loyihani olganimizda o'sha ketma-ketlikda eng muhim qilinadigan ishlarni qilamiz. Ulardan eng birinchisi biznesni his qilish etapi deb nomlaymiz. Bu nima degani? Juda ham ko'pchilik biznes egalari marketingni outsourcega berib yuboradigan bo'lsa, marketing jamoalarining diqqati yetmaydi. Aytaylik, ular ko'proq loyiha oladigan bo'lsa, boshlanishda yaxshi natija qiladi, keyin natijasi tushib ketadi degan fikrlarni bildiradi va biz aynan mana shu outsourcega topshirganda outsource jamoani fokusi yetmaydi, diqqati yetmaydi degan muammoni hal qilish uchun birinchi etapni biz biznesni his qilish etapi deb nomlaganmiz. Bunda biz o'sha Hilolmed klinikasini olgan vaqtimizda o'sha loyihaning ichiga kirib to'liq tadqiqot o'tkazamiz va bu jarayonni Hilolmed klinikasi misolida aytadigan bo'lsak, ushbu klinika marketingga biriktirilgan marketing menejerimiz ish jarayoni boshlanganda bir nechta qadamli biznesni his qilish etapini o'tagan. Bu nima degani? Birinchi bo'lib biznes egasi bilan o'tirib, biznes egasi o'zi marketingda hozir qaysi joylardan ko'ngli to'lmayapti va marketing yaxshi natija qildi deyish uchun o'zi qanaqa raqamlarga chiqmoqchi,
nimadan ko'ngli to'lmayapti yoki ko'ngli to'lgan bo'lsa ham yana nimani yangi narsalarni qo'shishni xohlashi haqida biznes egasi bilan chuqurlashtirilgan brifing savol-javob formatini to'liq o'tkazadi. Mijozlar analizini o'tkazish uchun esa hozirgi kunda klinikada yotib davolanayotgan, yotib davolanib ketgan va undan tashqari qiziqish bildirgan, lekin davolanmasdan ketgan mijozlarni mana shu 3 ta kategoriyaga bo'lib turib, har bittasidan 10 dan oshiq mijozlarning kontaktini olib, har biri bilan chuqurlashtirilgan telefon intervyu o'tkazilgan. Bu jarayonda ayni mijozlar nima uchun bizani tanlagan, nima uchun bizadan ko'ngli to'lgan, to'lmagan joylari bormi, nima uchun davolanmasdan ketgan degan eng muhim savollarga javob olinadi. Lekin mana shu joyda to'xtamaydi. Undan tashqari marketing menejerimiz klinikani o'ziga borib, hozirgi kunda yotib davolanayotgan mijozlar bilan offline formatda, ya'ni patsientlar bilan offline formatda ularga bir nechta savollar ketma-ketligini berib, ularni ayni shu klinikani nima uchun tanlagan, nimasini yoqtirib hozirgi kunda pul to'layapti, nimadan ko'ngli to'lmagan kabi eng muhim savollarga javoblarni olib, mijozlarni haqiqiy klinikani xizmati haqidagi haqiqiy beradigan bahosini belgilab olganmiz. Bundan tashqari klinikada ishlayotgan shifokorlar bilan ham chuqurlashtirilgan intervyular o'tkazilgan. Biza bu narsani nima uchun qilamiz? Agar biza shunchaki telefon orqali intervyuni o'tkazib, mijozlar haqida xulosa qiladigan bo'lsak, bu yetarli bo'lmaydi. Birinchi o'rinda biznes egasi bilan chuqurlashtirilgan brifing, mijozlar bilan telefon intervyu, undan tashqari mijozlar bilan yuzma-yuz intervyu, undan tashqari klinikada ishlaydigan shifokorlarning ham fikrlari, tavsiyalari, ularni ham to'liq bu holat haqida, marketing haqidagi, klinikani xizmat ko'rsatish haqidagi o'zlarining fikrlari bu bizaga yetarlicha o'sha biznesni his qilishimizga yordam bergan. Ya'ni bu jarayon shunchaki telefonda 20 ta odam bilan suhbat o'tkazish bilan yakunlanmaydi. Bir necha kun oladi. Bizani marketing menejerimiz borib o'sha biznesni ichida, ya'ni klinikani ichida to'liq muhitni, klinikani produktini, mijozlarini, xodimlarini, biznes egasini to'liq his qilib oladi. Undan tashqari tadqiqot ichida raqobatchilar analizi ham kiradi. Raqobatchilar analizida o'sha to'g'ridan to'g'ri konkurensiya qiladigan Toshkent bo'yicha klinikalardan tashqari, ayni o'sha bizani klinikamiz joylashgan tumanda yana qaysi alternativ klinikalar bor, ular marketingda qanaqa takliflar beryapti, qanaqa qilib mijoz jalb qilyapti, qanaqa takliflar beryapti, u narsalar ham chuqurlashtirib o'rganiladi. Shu orqali bizani birinchi biznes his qilish etapimiz o'zini nihoyasiga yetadi va ikkinchi qadamda biza kuchli taklif va takliflar tizimini ishlab chiqish etapiga o'tamiz. Ya'ni biza raqobatchilarni o'rganib oldik. Mijozlar biza haqimizda qanaqa fikr, xohish, istaklari borligini bilib oldik. Xodimlar qanaqa taklif beradi va biznes egasi qanaqa vision, ya'ni strategiya bo'yicha harakatlanayotganini tushunib oldik. Endi biza mana shundan kelib chiqib, qo'yilgan maqsadga yetish uchun marketing strategiyasi ishlab chiqamiz va bu strategiyaning eng muhim qadami biza mijozlarga qanaqa taklif beradigan bo'lsak, ular bizani reklamamizni ko'rgandan keyin shunchaki nomer qoldirib o'tib ketmasdan, yo'q deyishga ojizlik qiladigan darajada, klinikaga tashrif buyuradigan va yotib davolanadigan darajada biza taklifimizni shu narsaga moslashtiramiz. 3-qadamda esa brendni tanitish va ishonch qurish. Ayni shu klinika yo'nalishida, med yo'nalishida aytadigan bo'lsak, Instagramda beriladigan foydali kontentlar juda ham ko'p narsani hal qiladi. Ya'ni bizani o'zimizni bir nechta davolash yo'nalishlarimiz bo'yicha foydali kontentlar Instagramda berib boriladi. Shu orqali biza oyiga 5000 dan oshiq har oy obunachi jalb qilganmiz. Undan tashqari brend tanilishiga nima narsalar bizaga ko'proq kuch beradi, ko'proq tanitadi deydigan bo'lsak, tibbiyot yo'nalishida YouTube platformasi ham juda katta ahamiyatga egaligini aniqladik. Ya'ni YouTube'da qanchalik chuqurlashtirilgan ma'lumotlar berib, o'zini xizmatlarini klinika qanchalik to'g'ri ochib beradigan bo'lsa, bu mijozlarni ko'proq ishontiradi, ko'proq rostdan ularga haqiqatda qiymat beradi va klinika qanaqa tartibda ishlashini ochib berganingizdan keyin ular rostdan shu klinikada davolanishni xohlaydi va kelib mijoz sifatida, patsient sifatida foydalanishi osonroq bo'ladi. Biza 4 oy davomida Instagram va YouTube platformalarini rivojlantirish uchun bor kuchimizni qaratgan bo'lsak, endi keyingi qadamda bu harakatlarimizni kamaytirmagan holatda blogerlar bilan kollaboratsiyani rejalashtiryapmiz. Bu nima degani? Nima uchun boshlang'ich etapda kam pul sarflab, ko'proq bizaga ishonch olib keladigan narsani qilamiz deganda, bu bizaga allaqachon sotuvlarda natijasini ko'rsatadi. Endi biza sotuvlarni amalga oshirayotganimiz uchun bemalol biza qo'shimcha qimmatroq brend tanitish usullaridan foydalana olamiz va bu narsani ham to'g'ridan to'g'ri istalgan bloger bilan emas, ayni bizani auditoriyamiz kuzatadigan va biza haqimizda yaxshi bir assotsiatsiya, bog'liqlik keltiradigan
blogerlarni ro'yxati shakllantiriladi. Undan tashqari ular bilan birgalikda qanaqa kampaniyani amalga oshiramiz, qanaqa xabarni mijozlarga olib chiqamiz, bu narsa ham o'rganib chiqib, amalga oshiriladi. Va 4-etap bu mijozlarni magnitdek jalb qiluvchi marketing tizimi. Bu bizani o'sha 200 dan oshiq loyihalarga natija qilishimizga yordam bergan o'zimizni usulimiz hisoblanadi. Biza bu jarayonni ham lead generatsiya, ya'ni mijozlarni jalb qilish tizimimizni ham bosqichma-bosqich shu 4 oy davomida loyihada ishlatib, birinchi oyni o'zidan ham bizadan oldin kelayotgan natijadan ko'ra yaxshiroq natijani birinchi oyni o'zida ham ko'rsatganmiz. Juda ham ko'pchilik aytadi, marketingdan foyda olishing uchun 3 oy kutishing kerak, 6 oy kutishing kerak deydi. Lekin aslida unaqa ishlamaydi. Ya'ni birinchi oy natija olmadingiz, ikkinchi oy natija olmadingiz, to'satdan 3-oyda natija bo'lib qolmaydi. Natija bo'lishi uchun ko'zga ko'rinarli natijalar 3 oyda yoki 4 oyda yoki 6 oyda bo'ladi desa ishonarliroq bo'ladi. Lekin birinchi oyda natija bo'lmasdan to'satdan bo'lib qolmaydi. O'sha uchun biza asosiy e'tibor bergan narsa shu birinchi oyni o'zidan ham bizadan oldingi raqamlarni yaxshilanganini ko'rsatib bera oldik biznes egasi bilan. Shuning uchun ham ishonch bildirib keyingi qadamlarga biza o'tib kelyapmiz. Va bizani mijozlarni magnitdek jalb qiluvchi marketing tizimimizni 5-eng muhim qadami bu. Biza marketingda shuncha mijozni qaysi nuqtagacha olib kelamiz desa, sotuv bo'limi nuqtasigacha olib kelamiz. Undan u yog'i bizani loyihamizdagi call centerni holatiga va mijoz telefonda gaplashgandan keyin klinikaga tashrif buyurganda ularni qanaqa kutib olishadi, qanaqa qilib ularga yechimlarni, takliflarni ochib berishadi. Aynan mana shu narsa muhim bo'ladi. Ya'ni bu sotuv bo'limi deyiladi. Biza sotuv bo'limini qanaqa qilib yaxshilanishiga yordam beramiz. Birinchi o'rinda o'sha sotuv bo'limiga berilayotgan leadlarning sifatini va haroratini oshirish orqali shunchaki o'sha ishlarni qilib turib ham sotuv bo'limining konversiyasi oshadi. Undan tashqari sotuv bo'limini doimiy ravishda biza audit qilib boramiz. Ya'ni aytaylik, har 100 ta mijoz bilan gaplashganda biza random ko'rinishda, ya'ni ixtiyoriy tartibda bir nechta mijozlarni olamizda CRM sistemadan biza ularning zapislarini eshitib chiqamiz. Zapis eshitish jarayonimizda sotuv bo'limi qanaqadir kamchiliklarga yo'l qo'yadigan bo'lsa, biza ularning xulosasini olamiz va birinchi o'rinda sotuv bo'limi rahbarini o'ziga taqdim qilamiz. Sotuv bo'limi rahbari bu narsadan kelib chiqib, o'zini sotuv bo'limida xodimlariga yoki umumiy tizimda qanaqadir o'zgartirishlar kiritadi va shuni natijasida o'zi ko'ra olmagan kamchiliklarni biz orqali ko'rish mumkin bo'ladi. Va 6-qadam, biza mana shuncha qilayotgan harakatlarimizni to'liq raqamlashtiramiz. Bu nima degani? Brend tanilish uchun nima qilyapmiz? Raqamda o'lchaymiz. Murojaatlarni oshirish uchun nima qilyapmiz? Raqamlarda o'lchaymiz. Sotuvga ta'sir qilish uchun nima qilyapmiz? Raqamlarni o'lchaymiz. Va mana shu etapda biznes egasi marketingga sarflagan $1 puli necha baravar bo'lib qaytayotganini va bitta mijoz narxi biznes egasiga necha pulga tushayotganini, marketing o'zini oqlayaptimi, oqlamayaptimi degan savollarga aniq javobni raqamlarda ko'rib turadi. Endi yana bitta qiziq narsani aytaman. Biza mana shu jarayonlarni qilganimizdan keyin bizda hamma raqamlar aniqlashadi. Ya'ni bizda hamma raqamlar bor. Endi biza u raqamlarni qanaqa qilib analitika qilamiz. Ya'ni raqamlarni tahlil qilib, keyingi qadamlarni biza o'shandan kelib chiqib belgilab olamiz. Juda ham ko'pchilik, juda ham bir marketing jamoadan uzoq muddatli nima deydi, qadamlar ketma-ketligini so'raydi. Unaqa ishlamaydi. Marketingga siz 6 oylik, 1 yillik qanaqadir strategik qadamlarni, katta qadamlarni belgilab olishingiz mumkin, lekin asosiy harakatga keltiruvchi qadamlar sizdan raqamlardan kelib chiqadi. Ya'ni raqamlar gapirishni boshlaydi. Agar siz raqamlarni yig'adigan bo'lsangiz va u raqamlarni tahlil qiladigan bo'lsangiz, raqamlarni o'zi sizga gapiradi. Ya'ni marketingda, sotuvda keyingi qadam nima ish qilish kerakligini raqamlar aytadi. Raqamlar gapiradi degan narsamizni real misolda ko'rsataman. Masalan, biza 4 oylik qilgan ishlarimizdagi eng muhim raqamlarning yig'indisini voronka ko'rinishida ko'rsatyapman. Misol uchun bizada 7400 ta sifatli lead tushgan. Bu o'sha bizadan sotib oladigan, rostdan bizani yechimimizni xohlaydigan mijozlar hisoblanadi. Undan konsultatsiyaga kelganlar 924 ta. Bu degani 12% tashkil qiladi. Ya'ni sifatli leaddan 12% tashkil qiladi. Undan tashqari konsultatsiyaga kelgandan bizaga statsionar, ya'ni yotib davolanadigan mijozlar soni 183 ta bo'lgan. Bu degani 20% tashkil qiladi. Ayni mana shu nuqtada biza A nuqtadan B nuqtaga olib chiqa oldik, ya'ni raqamlar chiqdi. Endi biza bundan keyingi raqamni qayerdan kelib chiqib belgilaymiz deydigan bo'lsak, bundan keyingi raqamni masalan sifatli leaddan konsultatsiyaga keladigan mijozlar soni hozir 12% tashkil qilayotgan bo'lsa, biza bu narsani 20% ga chiqarishimiz katta natijaga sabab bo'ladi. O'sha uchun biza birinchi raqamlarni chiqarib olib, eng minimum holatda bo'lsa ham ularni yaxshilaganimizdan keyin
bizani talabimizga javob bermaydigan bitta raqamni ushlaymiz-da, o'shani rivojlantirish ustida ishlaymiz. Raqamlar orqali xulosa qilishingiz mumkin degan gapimni real misolda ko'rishingiz mumkin. Masalan, bizda 7400 ta umumiy sifatli lid kelgan bo'lsa, bundan 12% konsultatsiyaga kelgan va konsultatsiyadan 20% statsionarga yotib davolangan. Umumiy oladigan bo'lsak, biza mana shu raqamlarga qaragan holatda sifatli liddan konsultatsiya foizini oshira olamiz. Ya'ni hozir 12% bo'ladigan bo'lsa, biza bemalol bu narsani 20% ga, 25% ga, 30% ga oshira olamiz. Va biza har foiz oshirganimizda biza reklama xarajatini oshirmasdan turib savdoni oshira olamiz. Bu orqali o'z-o'zidan bizani mijoz narximiz tushib boradi. Masalan, dekabr oyida bizani mijoz narximiz $50 ni tashkil qilgan bo'lsa, yanvar oyida $35 ni, fevral oyida $29 ni va mart oyida $24 ni tashkil qilgan. Ya'ni biza mana shu konversiyalarni oshirib borayotganimiz hisobiga reklamaga sarflagan pulimizni oshirmasak ham mijozlarning soni oshadi va bitta klientni biznesga olib kelish narxi tushadi. Undan tashqari hozir men aytayotganim sifatli liddan konsultatsiyadan statsionar deyapman. O'zi aslida konsultatsiya ham, statsionar ham sotuv hisoblanadi. Umumiy olganimizda statsionar bilan konsultatsiyadan hisoblaganimizda 1000 dan oshiq sotuvlar shu 4 oy davomida amalga oshirilgan bo'ladi. Obses marketing agentligi loyihani qabul qilgandan keyin unda qiladigan eng muhim ishlarni va biza qaysi raqamlarni nazorat qilamiz va real loyihalarimizdan bittasida qanaqa natija bo'lganini men sizga ko'rsatib berdim. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, Obses marketing agentligi bilan hamkorlik qilganingizda siz bir nechta eng muhim natijalarga erishasiz. Birinchi o'rinda biza hozir aytganimizdek umumiy strategiyani belgilab olgandan keyin eng birinchi uradigan raqamimiz, ya'ni eng birinchi yaxshilaydigan raqamimiz bu lid sifati hisoblanadi. Ya'ni biza bilan hamkorlik qilganingizda lidlaringizni sifati oshadi va ularni sizdan sotib olish xohishi va harorati oshadi. Undan tashqari, sotuv bo'limingizni kuchaytirmagan holatingizni o'zida ham mana shu birinchi qilgan ishimiz hisobiga sotuv bo'limingizni konversiyasi oshadi. Va brendingizni tanitish uchun qilinadigan harakatlarning natijasi sifatida sizda Instagramda qo'yayotgan kontentlaringizni sifati oshadi. Ya'ni mijozlaringiz haqiqatda sizni Instagramingizdan foyda olishni boshlaydi. Sizdan sotib olish haqida o'ylashni boshlaydi. Undan tashqari reklama xarajatlaringiz qisqaradi. O'z-o'zidan hozir aytayotganimdek $50 dan $24 ga tushishi bu rostdan reklama xarajatlaringizni aniq raqamda 52% ga qisqarishi. Ya'ni tasavvur qiling, siz o'sha reklamaga pul sarflab turib 2 barobar ko'proq natija olasiz, shunchaki samaradorlikni oshirish evaziga. Bu juda ham katta siz o'sish uchun qilishingiz mumkin bo'lgan eng tejamkor, eng yaxshi investitsiya hisoblanadi. Umumiy olganda yakunida nima narsaga ega bo'lasiz bu qadamlar orqali deydigan bo'lsak, siz kontrolga ega bo'lasiz. Ya'ni siz marketingda va sotuvda bo'layotgan jarayonlarni mavhumlikda emas, aniq raqamlarda ko'rishni va boshqarishni boshlaysiz. Va bu sizni o'zingizga nima beradi deydigan bo'lsak, marketing endi sizga stress emas, aniq nazorat qilsa bo'ladigan o'sish instrumentiga aylanadi. Videoni mana shu qismigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz uchun maxsus sovg'am bor. Bizani biznes egalari uchun marketing auditimiz mavjud. Bu audit uchun biznes egalari $300 dan $700 gacha pul to'lashgan. Bunda siz hozirgi marketing holatingizni to'liq analiz qilib, o'zingiz xohlayotgan B nuqtaga olib chiqadigan marketing qadamlariga ega bo'lasiz. Va videoni mana shu qismigacha ko'rganingiz uchun bu auditni siz bepulga qo'lga kiritishingiz mumkin. Faqat afsuski, bu audit hamma uchun emas. Buning uchun video ostidagi havola orqali o'tib, ma'lumotlaringizni qoldiring. Agar ma'lumotlaringiz bizga to'g'ri keladigan bo'lsa, biz sizga aloqaga chiqamiz va auditni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Audit oxirida bizdan sotib olishga majbur bo'lmaysiz, lekin agar biz bilan hamkorlik qilish sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, u bo'yicha ham sizga maxsus taklif beramiz. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.